Assalomu alaykum. Bu fikr kelganda kamerani shunchaki qo'yib, ideal moment kutmasdan fikrlaringni yoz prinsipiga asoslangan navbatdagi video kanalimda sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. 3 kun bo'ldi, 3 kun oldin uyg'ondimda, prosta Instagramni, social networking platformlarimni o'chirib tashlashga qaror qildim. Profilimni udalit qilganim yo'q, lekin telefonlarimni umuman olib tashladim. Ha, meni ishim shu narsa bilan bog'liq, lekin nima uchun u qarorga keldim? Chunki nazarimda hozirda insonlar shunchaki fikrlashni unutib qo'yishgan. Bizaga universitet nima to'g'riligini o'rgatadi. Instagram qanaqa yashash kerakligini o'rgatadi. Qisqa videolar bo'lsa, bizani diqqatimizni sekin o'g'irlab, umuman diqqatimizdan nazarimda asar qolmayapti. Qani o'sha creativity, yaratuvchanlik? Haqiqatdan ham o'zimiz fikrlarimizni hozirda yaratyapmizmi yoki tashqaridan kirgan stimullarni shunchaki o'ylab, ya'ni biz fikrlamayapmiz. Bizga fikrlashni va fikrlarni aytishyapti. Biz u fikrlarni fikrlab takrorlayapmiz degan fikr menga tinchlik bergani yo'q. Keyin qani nima bo'lar ekan dedim. Chunki ikkinchi telefonimda bo'lardi social networking. Men bilardim. Ya'ni miyamni bir burchagida doim ikkinchi telefondan kirsa bo'ladi degan xayol bo'lardi. Bu safar shundoq oldim. Parollarni o'zgartirib tashladim. Uzun parol, iPhone'ni o'zi predlagать qiladi u narsani, uni qarab turib yozmasangiz, uni yoddan bilmaysiz. Oldim, o'chirib tashladim. Nimalar sezdim? Hozir sizga kichkina bitta storytelling aytib beraman. Bu storytelling balki YouTube algoritmiga yoqmas, bu video shu story deb, shu hikoya deb balki продвигация ham qilmas. Lekin hammangizga maslahat berardim. Черное зеркало degan serial bor. Именно birinchi seriyasini o'tkazib oling, chunki bu psixikangizga yomon ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi seriyasidan boshlang. Xullas, Черное зеркало, qora ko'zgu seriali bu jamiyatimizdagi bu futuristik, kelajakdan qarab turib yozilgan seriya, ya'ni future, banaqa fiction tuyulishi mumkin, lekin bitta bu mana shu serialga nima bering, shans bering. Qanaqa qilib insonlar kelajakda texnologiyalar bilan birga уживать qilishadi, birgalikda coexist qilishadi, qanaqa yashashadi, qanaqa muammolar kelib chiqadi. Mana shunaqa zo'r aktual. Nazarimda endi bu serial chiqqaniga adashmasam 8 yillar bo'lgan bo'lishi kerak, agar undan ko'p bo'lmagan bo'lsa. Nazarimda o'sha paytda mana ChatGPT yo'q edi. Sun'iy intellekt haqida faqatgina gaplar yurardi, to'g'rimi? O'sha paytda hozirda bo'layotgan, uje sekin o'sha muammolar kelib chiqyapti-da, ko'rsatilgan serialda. Siz xuddiki bundan keyin 5 yildan keyin, 10 yildan keyin nima bo'lishini qora ko'zguda, agarda biz mashina jilovlab olmasak, diqqatimizni jilovlab olmasak, texnologiyani biz boshqarmasak, qanaqa qilib kelajakda texnologiya bizani boshqarishi mumkin haqidagi mana dark prediction qilingan seriallar. Bitta seriyasida shunaqa narsa bo'ladi-da, bir qiz IT kompaniyada ishlaydigan bo'ladi va u qiz hech narsaga ulgurmaydi. Ertalab turadi, hamma narsaga yugurish kerak, hamma narsa chala qolyapti, miyasida hamma narsani eslab qolish qiyin. Keyin o'zini klonini yaratishga qaror qiladi, kompaniyaga murojaat qiladi-da. Kompaniyada aytadi, mana masalan tasavvur qiling, men Barno bo'lsam va ishimning unumdorligi, mana hozirda sun'iy intellekt agentlari bor-ku, o'zimni sun'iy agentimni yarataman. Ya'ni men miyamni bitta kopiya versiyasini yarataman va u miyamni kopiya versiyasi ichkarida o'tiradi-da. Men uyg'ongunimcha menga qanaqa kofe yoqadi, qanaqa temperaturada konditsioner yoqilgan bo'lish kerak, xonani yumshatgich qanaqa gradusda turish kerak, hammasini menga yoqadigan tarzda meni ruxsatimsiz agent sifatida boshqaradi. U qiz mana shu uslugani, mana shu servisni olishga qaror qiladi, kompaniyaga murojaat qiladi, o'zini klonini yaratmoqchi bo'ladi va seriya qanaqa boshlanadi? Bitta oppoq xonada bir qiz uyg'onadi, shokda, tushunmaydi, qayoqqa tushib qolganini tushunishingiz uchun u sun'iy intellektligini ham anglamaydi-da. U uchun hamma narsa real bo'ladi. Uni mavjudligi, his-tuyg'ulari,
hamma shu sheylar realniy bo'ladi. Keyin aytadi, mana sani xozayning deydi, sani egang senga mana shunaqa buyruq berdi. Unga yoqadigan tarzda hayotini sen plan qilishing kerak, rejalashtirishing kerak. Qachon qayoqqa boradi, masalan, aviabiletlarni chiptalarini bron qilish, miting, biznes mitinglarni arrange qilish, qaysi paytda bo'ladi, kim oldiga bo'ladi. Короче, hammasini miyasini senga outsource qilyapti deydi. Anu qiz panikada, miyani ichida bo'ladi deb bu narsa. U qiz panikada yig'laydi, baqiradi. Bu insoniylikka qarshi-ku, bu moralniy prinsiplarga qarshi-ku. Qanaqa qilib etikaga, normalarga to'g'ri kelmaydi-yu, odammi sizlar, men chiqaringlar, men qulmasman deydi. Yo, bizga zakaz tushgan, sen shunchaki sun'iy intellektsan deydi. Anu qiz bo'lsa, o'zini o'sha miyasidagi zakaz berilgan AI agent o'zini tirik insondek his qiladi. Voy, bu narsa menga juda ham futuristik, fantaziya bo'lishi mumkin emas bo'lgan bir uzoq bir kelajaklarda 100 yillardan keyin bo'ladigan narsa sifatida bir necha yil oldin shunaqa tuyulganda, voy, qanaqa qilib odamlar shunchalik beshafqat bo'lib ketadimi, o'zini kichkina versiyasini yaratib miyasiga tiqib qo'yib, qil deyishga majbur qiladimi deb bir g'alati bo'lganman-da. Hozir o'tirib mana AI agentlar уже qay darajada rivojlanganini ko'rib, insonni o'rniga xuddi insondagi, xuddi sizdagi kopiya bo'lib, sizdan kam emas sifatda ishlarni bajarish darajasiga yetganini ko'rib, prosta yoqingizni tishlaysiz-da. Haligi AI agent miyani ichida, mana shu hikoyani eshitsangiz, oxirida bitta aytmoqchi bo'lgan, mana shu videoni eng katta mesajini tushunasiz. Anu qiz bunt qilib ko'radi, ovqat yemaydi, gaplashmaydi, bir kun yotadi, 2 kun yotadi, u qiz hech narsa qilmaydi. O'sha miyasidagi agent zakazni bajarayotgan egasi bor qul desangiz ham bo'ladi. Bunt ko'taradi. Yo'q, men qilmayman, sizlar tushunishinglar kerak, anglashinglar kerak, sizlar qilayotgan narsa insoniylik prinsipiga to'g'ri kelmaydi, bu narsa noto'g'ri, sizlar qulchilik bilan shug'ullanyapsizlar. Bu zamonaviy qullik deydi-da, bunt ko'taradi. Oradan vaqt o'tadi, zerikishni boshlaydi. Hech narsa qilmayapti. Faqat yotadi kravatda, faqat yotadi. Oppoq xona, hech qanaqa stimulyatsiya yo'q. Oppoq xona, na kitob o'qiydi, na birorta bir ish bilan mashg'ul bo'la oladi. Qiladigan ishi mana shu oppoq prostranstvada, xonada bitta o'zi kravat bor, yotadi, yotishdan zerikadi. Oradan vaqt o'tadi. U qiz sekin knopkalarni xuddi pult upravleniya, mana DJ-larning pulti bo'ladi-yu, shunaqa joyda bo'ladi-da. Mana yotoqxona, o'sha katta oppoq xona, kravati va pult upravleniya bor. Boradi, tep ko'radi, knopkalarga qiziqib ko'radi, boradi, yana yotadi. Bunt davom etadi. Shunaqa to'yib ketadi, zerikib ketadi. Zerikish, boredom unga shunaqangi joniga tegib ketadiki, joniga tegib ketganda menga iltimos biror vazifa beringlar, iltimos biror bir narsa qiling, menga beringlar, iltimos, mana shu pultni nima qilish kerak, mana shu meni zakaz qilgan egam deydi. Unga kofe damlash kerakmi, necha qoshiq latega shakar solishini bilaman, qanaqa yog'liqlik protsentida sut ichishini bilaman, menga birorta bir ish beringlar deb o'zi yalinishni boshlaydi. Chunki mana shu yerda pauza qilamiz. Nima uchun shunaqa bo'ladi? Nima uchun o'zi kurashdi shu narsaga, qilmayman, insoniylikka qarshi dedi-da, lekin oxirida o'zi yalinyapti. Iltimos, menga birorta bir ish beringlar deb. Mana shu videoni to'xtating-da, o'zingizni taxminlaringizni kommentariy qismida yozing. Prosta qiziq. Chunki men miyamda har xil serialni ko'rar ekanman, shunaqangi intriga ko'tariladi. Haqiqatan ham qiziqarli serialda, psixologik serial. Tushunmaganman, nimaga unaqa qilyapti? Hozir tushunyapman. Insonni miyasi zerikishdan любой sposob bilan qochadi. Mana shu videoni eng katta mesaji shu. Insonni miyasi zerikishdan har qanaqa uslub, metod bilan qochadi. Har balo qilib ko'radi. Lekin zerikkandan keyin biz zerikib hech narsa qilmaslikka yaralmaganmiz. Bizning miyamiz unaqa yaralmagan. Inson unaqa yaralmagan.
Bizni zerikib prosta hech narsa qilmay faqat yotib unaqa yasholmaymiz. Biz har doim bir nima bilan band bo'lishimiz kerak. Band bo'lmasak, bizning miyamiz chirishni boshlaydi. Bu prosta bizni unaqa ishlamaydi. Hech narsa qilmasdan o'tirib, shuning uchun ham inson zerikish bilan qo'liga telefon oladi, Instagramga kiradi, TikTokka kiradi, YouTube'da shortslar ko'rib ko'radi. O'zini har xil yo'llar bilan chalg'itishga harakat qiladi. Ovqat yeydi. Biz har doim zerikishdan qochamiz. Aslida mana shu stimulyatsiyalarni olib tashlaganimizda atrofimizdagi bizani zerikishdan himoya qilayotgan, to'xtatayotgan stimulyatsiyalarni olib tashlaganimizdan keyin yaratuvchanlik boshlanadi. Mana menda nima bo'ldi? Bu faqatgina 3-kun, lekin menda уже qiziqish ortyapti. Agar rostdan ham bu mana bunaqa narsada uyingiz kichkina va uyingizda narsalar ko'p-da, o'sha narsalarni ko'pligi sizga уже normal tuyulib ketadi, lekin yangi narsa sotib olganingizda uyingizda qo'yishga joy yo'q. Masalan, aytaylik, shkafingizda joy yo'q. Kerak emas narsalarni tashlab yuborganingizdan keyin axlatga tashlab bo'ldi, shkafingizda ikkita yangi polka ochdingiz. Endi ochganingizdan keyin joy bor. Miyamiz ham xuddi shunaqa. Miyamizda creativity, yaratuvchanlik ham xuddi shunaqa prinsip bo'yicha ishlaydi. Joy ochilganda bizda yaratuvchanlik fikrlari, creative ideaslar, fikrlar aniq to'lisha boshlaydi. Agarda biz o'sha miyamizdagi polkalarni faqatgina mana TikTok, Short, YouTube Short, Instagramdagi reel videolar bilan to'ldiradigan bo'lsak, u yoqda joy yo'q, yaratuvchanlik paydo bo'la olmaydi. Biz yaxshi sifatda fikrla olmaymiz, chunki zaynat joyi ochish kerak. Mana shu narsani sizlarga aytmoqchi edim. Foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Kommentariya qismida sizlar qaysi fikrni oxirgi kunlar o'ylab yuribsizlar? Kim ijtimoiy tarmoqlarni o'chirib tashlashga tayyor? Yozib qoldiring.